Aleyküm bolalar, sizlar bilan birlikda Shoha. Bugungi video rolimizda Minecraft'da One Block ikkinchi qismi bo'ladi. To'g'ri, juda ham kamlar yig'di, lekin men baribir ham ikkita like yig'sa ham chiqarishga majbur qildim. Mayli, obunachilar ko'rsin degan holatda iltimos obunachilar like bilan obuna bosib qo'yinglar, iltimos sizlarga. Videomizni qo'llab-quvvatlagan holatda obuna ham bosib qo'yinglar mana. Sizlarni mo'ni bittasi ham tushib ketdi. Xullas, like bosib qo'yinglar obunachilar, sizlar yaxshi ko'raman. Xullas, like bosinglar-da. Bunda videoga go! Shoshilmasdan, to'g'rimi? Go! Tak. Kirkamiz singan ekan. Buni tushiraveramiz. Chitimaya kerak emas. Bu tak. Yangisini yasaymiz, iloji yo'q. Nolun daraxtlarni ekib qo'ygan holatda albatta. Xo'p, bir blok uzunlikda o'sadi obunachilar. O'smaslikni iloji yo'q. O'sadi baribir. Buni ham ekib qo'yish kerak. Buni tak o'ttaroyi ekamiz. Nima deganda bu zo'rroq. Taxta bor ekan. Tak. Krevet qaychi yasab olish kerak-da. Qaychi yasab olish kerak. Tak. Birinchi qismini ko'rmaganlar YouTube kanalimizga videoni stop qilib ko'rib kelishinglar mumkin. Mutlaqo tekin albatta. Tak, menga kirka bolta kerak. Nima deganda bitta kirkamiz bor, qora kunlarga Minecraftda albatta. Shuncha narsamiz bor bunachilar, o'lib ketsa nima bo'ladi? Hamma narsamiz havoga uchib ketadi. Shuning uchun men unaqa kelmaydi. Ana tashlab oldim. Sizlar like bosinglar, obuna bosinglar. Mana qo'llab-quvvatlayapmiz. Sizlar bo'ldi og'alar. Videoni tirs chiqaraveraman deb tashlayman. Nima unaqa qilyapsizlar sizlar? Bu blokam nimaga kerak ekan? Tak, One Block deb bijbaniyamiz davom etaveradi. Farqisi yo'q. Sizlar so'rasanglar men bo'ldi chiqaraman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ana kamon chiqdi. Loyla. Nima qilyapsizlar? Pastda non bor edi. Hamma narsada joylash kerak. Tak. Yana nimalar? Mashina ham taxlash azobda.
bilasiz. Yo'q. Xullas, obunachilar sizlar likelarni irs mirs qilib bosinglar. Nima so'rayotganim sababi xudo xolasa zo'r bo'lib ketamiz. PUBG'da ham hali o'ynaymiz akalar. PUBG'da xudo xolasa yangi YouTube kanalim ochyapman. Uni nomini nima qo'yishni bilmayman. O'shaning uchun kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ay. O'ldi. Respawn endi vashi ko'p chiqadi-da. Ha. Shu qochib tursangiz yaxshi bo'lardi. Adashib ketyapti. Mana shu narsani ko'paytirishimiz kerak. Agar qanaqadir ovozlar kelayotgan bo'lsa, kechirim so'rayman. Chunki kimdir signal cholyapti. Voy, tushib ketardim. Shu daraxtni o'stirib olamiz. Qanday deganlar uchun bitta mo'ri qilamiz. Qarang, bitta tez, bitta nima? Ikkita tez. Ana. Har doimda. Bitta sekin, ikkita tez. Bitta sekin, ikkita tez. Yibili. Yivordi. Xullas ekan. Bu xullas uyimizni yoniga kerak bo'ladi. Tak. Nima bu? Voy, suvsizligi. Ya. Seni sadoqat bilan silayman. Qilib Emas bu hayvon. Hayvonchilik. Hayvon qaysi yasaymiz? Bu qo'y bermayapti-da. Onangni nimaga?
bitta olamiz. Qaranglar. Bak, bok. Olamiz krabat. Bitta tursin. Daraxt bitta turadi. Unda uyda boshlaymiz. Qaranglar, bu daraxt bekorga kerak emas. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bitta, ikkita, ikkita. Davay, chiqoldi akalar. Bitta eshik bo'lar ekan. Buni o'stirib olish kerak. Farqi yo'q. Ozod. Tezroq bo'ladi. Kirtkada qilib qo'yamiz. O'ldi. Sharmanda. Chiroyli qilib qo'yildi. Tak. Bu daraxt yetarmikin ha? Yetmasa turibdi. Akalar, ertaroq tosh berma qurmabmiz. Hozir qurib berishim kerak edi. Nu kreativda bor-ku. Uy qurishda mendan zo'r yo'q. Ishonaveringlar. Uxlayveraylik. Ertalab rahmat. Moq qachon o'sarkini. Endi bitta tosh beraman. Tak, mashaqdan otsa. Atalar onu tomirlabdi. Voy. Tak, qayerdan ketadi? Mashaqdan ha. Zo'r ketsin. O'zi ozgina ketadi. Tak, endi bizga bir paqir suv kerak bo'lar.
qaranglar. Voydat. Voy! Voy bu suv opasiydi. Kompyuterda suv. Bo'ldi, chiq. Ko'p turardi. Yo'qmidi. Taqirday suvda ol. Buni ham ol. Tak, ba'dan ikkita bo'lsa, bitta buzamiz. Akalar, lavamiz qani? Mana ekan. Lavamiz. O, ana. Endi akalar tosh beramiz. Ay. Voydat. Daraxt yonadi. Men ispasam daraxt qo'yibman. Ha, menga. Mana olti toshimiz. Ana ko'rdinglarmi? 29 ta loyla. Hozirchalik taxta ketmasin. O'shaning uchun biz yaxshilab o'ylab ko'rgan holatimda men chekkalarni toshdan qurmoqchiman. Eshik qilib qo'yamiz. Ekan qo'ygan holatda taxta, chunki taxtada eplab bo'lmaydi. Bu iplasam
katta bo'pti. Yemetti. Tak uyda yarmini qurdi. Tak obunachilar. Obunachilar shekkacha ko'rganinglar uchun kattakon sizlarga rahmat. Rahmat deb qolaman. Videoga like va obuna bosib qo'yinglar. To'g'ri videomiz qisqa bo'ldi. Sizlar yoqdan degan umiddaman. Chunki kam like yig'dinglar-da. O'shaning uchun 3-chi qismi bo'pti. 10 ta like yig'sa keyin chiqaraman. Chunki aktiv yo'q. Iltimos like bosing. Sizlardan iltimos qilaman. Hammaga xayr.